Mol boqaman degan akalar mana drabilkani ko'ringlar, un qilganini. Hozir 100% bo'lmasa ham bir 90% un bo'lib ketgan. Drabilkamiz super drabilka. Donni changitmasdan maydalaydigan oladan. Bug'doy mana bug'doyimizni hozir mana shunday un holatda chiqarib berishini ko'ramiz. 2 desetka eng mayda setkasi. Ko'pchilik so'rayapti, eng mayda setkasi chiqarib ko'rsatib beringni. Hozir 7,5 kW drabilkada sinab ko'rsatib beramiz. Qani boshladik. Akalar eng mayda setkasi. Drabilkamiz 12-11 amper yaptı. Bu neç kilovatlık? 7,5 kilovatlık. Bazı 15 ampergacha qoluvchi. 2 setkada chiqarishi. Eng mayda setkasida uni holatda chiqarib berdi. Ko'rgan o'tiray mana. Toza даже un. Endi yana nima qilish kerak? Bundan boshqa un qo'ralmaydi endi. Haqiqatan qo'lim oppoq un bo'lib ketdi. Mollarga sepib bersiz bo'ladi. Soatiga Makkani eng yirik setkasi 1 tonna maydalaydi. Eng mayda setkasi 70-100 kilo maydalaydi. Eng mayda setkasi. Bundan yana ikkita setkasi bor. 4 xil setkada 4 xil ob'yomda maydalaydi. Narxi 6,5 million so'm. O'zbekiston bo'yicha ular shahar markazlarida dastavkalarimiz ekan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.